Va nihoyat bugun oilaviy toqqa qarab yo'l oldik. Hammani kayfiyati a'lo darajada. Narsalarni mashinaga joylab, o'zimiz ham joylashib oldik. Bitta mashinaga sig'masligimiz aniq. Ikkita mashina bo'lib yo'lga chiqdik. Bu orada yeb ichishga magazindan u bu narsalar oldik. Albatta, yo'l-yo'lakay qovun tarvuz olishni ham unutmadik. Tog'am aytishlari bo'yicha qovun tarvuzni eng optim joyi shat ekan. Tirsillagan qovun tarvuzlarni olib, mashinaga joyladik va yo'lda davom etdik. Undan keyin zapravkaga kirdik. Birinchi borar manzilimiz Namangandagi sanatoriya. Opoqim bilan buvijonimni narsalarini sanatoriyaga joylab, keyin hammamiz toqqa boramiz. Yo'l-yo'lakay tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lib, sanatoriyaga ham birpasda yetib keldik. Hamma joyni ko'zdan kechirib, birpasda rasm videolar oldik. Mana bu kachelada o'tirib, hammamiz esdalik uchun rasmga tushdik. Vaqt o'tgandan keyin o'sha rasmlarni ko'rib, shu kunlarni eslab o'tirdik. O'riklar hali ham bor ekan. Va nihoyat ishlarimiz bitib, kelishgan holatda tog' shabodasiga qarab yo'l oldik. Bizga o'xshab salqinlashga chiqqan oilalar juda ham ko'p ekan. Joyimizni topib o'rnashdik. Ovqatlarimizni zakaz qilib, bu go'zalliklardan bahramand bo'ldik. Hattoki videoni montaj qilib o'sha kunlarni eslaganim o'zidayoq dillarim yayrab ketdi. Zakaz qilgan jiz va shashliklarimiz mazza qilib tanovul qildik. Salqingina mayin shabada esgan sari odamni uyquga tortadi-ya. Asallardek umuman tinim bilmas tog'ajonim ozgina bo'lsa ham ko'z yumishga ulguribdilar. Oila davrasida mazza qilib shunaqa dam olishga nima yetsin? Aslida hayotning eng chiroyli lahzalari oddiygina yaqinlar bilan o'tkazilgan vaqtda yashirin bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang. Bunday qiziqlari hali oldinda.